Bugun biz Germaniyaga, ya'ni Work and Travel'ga suhbat qanday o'tganligi va nima savollar tushganligi va shular haqida batafsil gaplashamiz. Ayniqsa kim ana shu Work and Travel'ga suhbat orqali o'tishdan qo'rqib o'tirgan bo'lsa, shu videoni oxirigacha ko'rishlaringizni taklif beraman. Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun bizga suhbat bo'lib o'tdi. Suhbatda nima savollar va nima bo'lib o'tganlari haqida batafsil gaplashamiz. Agar kanalimda yangi obunachilar bo'lsa, birinchi qismdan ko'rishlaringizni taklif beraman. Chunki birinchi qismda Work and Travel nima narsa va biz qanday dokument va nimalarga to'lov qilganlarimiz haqida batafsil ma'lumot kirgizib kelmoqdamiz. Bugun biz 4-qismimizga keldik. Suhbat. Bugun suhbat bo'lib o'tdi. Suhbatda men qanday sizlarga aytsam, men kutgandimki onlayn bo'ladi, lekin onlayn bo'lmadi, xudoga shukr deymiz. Ingliz tilida biz gapirdik va ma'lumot bo'ldi. Qayerda o'qiymiz va kimmiz va nimamiz, shu videorolik men batafsil YouTube'ga joylayman. O'sha videoni ko'rasizlar. Shu hozir ko'rib olasizlar. Hello, my name is Shukurbek. I am 19 years old, currently studying at Termes Medical University. I am particularly interested in sports and reading, as they help me steady plan and broaden my knowledge. During the upcoming summer break, I am planning to travel to Germany in order to gain work experience and earn some money. Mana bu hozir videoni ko'rdilaringiz. Suhbatda nima bo'lganligi, men o'sha yerda tanishtirgan o'zimni, ism, familiyam va kimman va qayerda o'qiyman, necha yoshdaman, shu nechinchi yilman va qayerga nima sabab borayotganligim shu Germaniyaga. Hammasi o'sha yerda videoda batafsil gapirib berganmiz. Xohlasalaringiz men qisqaroq gapirganman, biron kishi xohlacha bemalol xohlaganday gapirishi mumkin. Xohlaganlar ingliz tilida, xohlaganlar nemis tilida, farqi yo'q. Faqat shu ikkita tilda gapirish kerak. Keyin mana shu tillarni gapirdik va biz YouTube sahifamizga joyladik va silkasini adminlarimizga, shu biz dokument yozayotgan nimamizga taylab berdik. Ular esa shu Germaniyani shu qabul qilayotgan, shu suhbat qabul etganlarga taylab berdi va bizga 2 kunda javobi chiqdi. Xudoga shukr, yaxshi o'tib oldik va bizga уже ism familiyalarimiz keldi. Va endi biz elchixonaga, xudo xohlasa, elchixonadan navbat olib shular haqida batafsil videorolik yana chiqadi va u yerda nima bo'lishi hali bizga qorong'u. Bu endi keyin nimalar bo'lishi shu elchixonada hammasini keyin yana yangi videolarda batafsil joylab ketaman. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, podpiska va laykni bosishni unutmang. Xudo xolasa Germaniyada uchrashamiz.